Sen o'zi yoshligingda mana shu Ronaldoning xotinining istoriyasiga olovchali reaksiya tashlaganingdan o'zi bilardim odam bo'lmasligini. Olaman mana shu qizni deb tashlab qo'ygan qizingni profilini qarab bismillah deb aytib kirish kerak ekan. Podpishligini qarab o'zi yozib olganmi deysan, sening Instagramingda hali prямой efir ochilmadi-yu, dodir. Galishkasi ham bor ekan, sen Telegram premium olib bir marta esingdanmi bosar tusaringni bilmay qol, maktab direktoriga nima gapirishga deb yozib o'rgansan. Aktualniysini qara, u qizni. Hali stikeri chiqmagan davlatlarga borib kelibdi uje. Sen u qizni hayron qoldirishing uchun inoplanetyanlar bilan Marsda ularning villasida golf o'ynayotganingni qo'yishing kerak. Istoriyasini qarab, Burj Xalifani oldida tushgan rasmlari turibdi. Sen qozoqqa stroykaga ishga chiqqaningda 8 etajli binoni ko'rmay qaytib kelgansan. Va dodir u sen mashinalarni ko'ryapsan. Qanaqa mashinalarda oldi rasmga tushganini? Sen GM'ning mashinasidan boshqa mashinani BMW deversan. U ruscha yozsam video deb turib tashlab qo'ygan skrinshotini qara. Qiz bolaga ham "Privet krasavchik" deb yozammi, dodir? O'chir tezda yo'qot, o'y. Yozmaydi